so'ragan, benzinlik zo'rmi, salarkali traktor olsam bo'ladimi, benzinlik traktor olsam bo'ladimi degan qadrli obunachilar uchun bugun men sizlarga maydalab tushuntiraman. Benzinlik zo'rmi, salarkali zo'rmi? Bu videoni именно motoblok qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Motoblokda benzinligini olmoqchi bo'lsangiz, sizga bitta maslahat aytaman. Birinchi marta ishlatayotgan bo'lsangiz, benzinlik zo'r. Benzinlik yaxshi tarafi tez o'tal bo'ladi, ishlatish uchun juda oson bo'ladi, narxi ham yomon bo'ladi. Salarkalikda yaxshi taraflari ham bor, ya'ni yomon taraflari ham bor. Ya'ni qanday? Salarkali motoblokda yomon tarafi o'talish qiyin. Birinchisi. Ikkinchi tarafi esa og'ir tortmada zavat bo'ladi. Ko'pchilik oson deb o'ylaydi. Yo'q, bu og'ir tortmada zavat bo'ladi. Shuning uchun salarkaligini olmoqchisiz, to'g'ri, salarkali baquvvat, uzoq vaqt ishlaydi, qizimaydi, zo'r, cho'tki, lekin tarafi ham bor. Siz uning uchun sal optingiz va amalda ishlatgan bo'lishingiz shart. Birinchi marta ishlatayotgan bo'lsangiz, tavsiya bermayman. Nima uchun? Chunki sababi salarkalik qiyin. Benzinga nisbatan ancha qiyin. Ozgina ham emas, ancha qiyin. Shuning uchun olyapsizmi, motoblok olasizmi, xohlagan turdagi instrument olasizmi, yoxud gusenichali traktor olasizmi, qanday narsa olishingiz qat'iy nazar, salarkaligini olmoqchi bo'lsangiz, statorligini oling, yoxud bestatorni olmoqchi bo'lsangiz, uning uchun sizda opit bo'lishi kerak. Hozir men sizlarga bitta ko'rsataman. Benzinlik motoblok, gusenichalar narxlari haqida to'liq video qilaman. Oxirigacha ko'rib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Unday bo'lsa biz boshladik. Salarkali gusenich olmoqchi bo'lsangiz 173 bo'ladi. Benzinligini olmoqchi bo'lsangiz 170 bo'ladi. Narxlari gusenichlarimiz 5 million so'm, salarkali 7 million 200 ming so'm. Titan motobloklari qadrli obunachilarimiz 3 million 300 ming so'm. Kayetda Xitoy bilan Rossiya hamkorligida ishlab chiqarilgan motoblogimiz benzinligi 2 million 900 ming so'm. Akula motoblogi 4 million so'm. Akula 7 ga 9 benzinlik 3 million 600. Akula bu 4 millionlik salarkali bo'ladi. Undan tashqari Akula motoblogining katta 9 kuchi 6 million 200, statorli 2 million 600, 4 million Akula 3 skorochli 17 kuchi salarkali bo'ladi. 17 kuchi salarkali qadrli obunachilarimiz uchun 192F 5 qatordan 10 qator frezasi komplektatsiyasida qo'shib beramiz. Reduktorlarga o'yib yozilgan bo'ladi. Stator kalta 7 million 200, bestator 9 kuchi qadrli obunachilarimiz uchun 5,5 million so'm, benzinlik 4 million 700 ming so'm, drabilkalarimiz 2 million 300 ming so'm. Undan tashqari ko'proq turdagi dori apparatlar kerakmi? Boshqa turdagi texnikalar kerakmi? Hamma turidan mavjud. TX motobloklarni 7 kuchidan tortib boshlanib ketaveradi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'laveradi. 17 kuch kerak esa 17, 16 kuch kerak esa 16 kuchi ham mavjud. 16 kuchi salarkalik qadrli obunachilarimiz uchun 7 million so'm. 17 salarka stret 360 gradus ko'riladigan 8 million so'm. Kimga kerak bo'lsa bemalol pastdagi telefon nomerlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Toshkentda ikkita joyda do'konimiz mavjud.